Curaprox, olamiz. Colgate, Olmaymiz. Sensodyne, Olamiz. Aquafresh, Olmaymiz. Splat, Olamiz. Lacalute, Olmaymiz. Revaline, Olamiz. Oral-B, Olmagan ma'qul. Rox, Olamiz. President. Hard olmaymiz. Bu tish yuvish vositalarini asosan tarkibida rezinka vositalari ko'p bo'ladi va shitinalari baland-past joylashgan bo'ladi. Shuning hisobiga yaxshi nalyutni tozalanmaydi. O'shaning uchun har doim ham tavsiya etilmaydi va ko'pida hard bo'ladi, to есть uplatyonniy bo'ladi. Shuning hisobiga ko'pchilikda milk qochishi, tishlarni yemilishiga olib keladi. Bu shotkalarni sostavida bo'lsa, bu shotkalarni tuzilishi yumshoq, soft yoki medium holatda bo'ladi va qo'shimcha nasechkalari bo'ladi. Tishlar orasini yaxshi tozalaydi va hidlanish va tishlarni qiyin kiragan joylariga yaxshi kira oladi. Tishlarni travma bermasdan tozalagan uchun sizlarga tavsiya qilamiz.